Assalomu alaykum. Tak. Nasıl bo'lsa ishimizdan bitirib qoldik. Bochka o'rnatib berganmiz podval qismiga. И полностью mana bu rakovina установка, nasos установкаларni ham qo'yib berganmiz. И bu hozir biz podval qismida turibmiz. Bu yerga muntazam o'rnatish kerak edi. И moyka o'rnatilgan. Bularni suvi tepaga kanalizatsiyaga chiqarish kerak edi. Buni yechimini biz ham anaqa nasos bilan qilganmiz. Hozir ustiga nasos tushib ko'rinmay qolibdi. Xullas kanalizatsion nasos. Shunaqa nasos o'rnatib berganmiz. Bu yerdan mana bu kanalizatsiyadan suv kelyapti. 40 lik shlar bilan bu yoqqa uстановка qilganmiz. Dальше bu tomondan 100 lik. 100 lik turbada unitazda turbasi ulangan. Bu yerda ham bitta zapas xodi bor. Yana bir dona kanalizatsiya turba bo'lsa bo'ladi. Bu yerda chiquvchisi mana bunisi. Suv kelib tushgandan keyin bu yerdan tushadi avtomatik o'zi tomonga to'pga ulangan bo'ladi. Avtomatik bu tomondan chiqarib yuboradi suvni. Kanalizatsiyaning suvini tomonga sentralniy kanalizatsiyaga chiqarib yuboradi dalish. Tak, suvdan mana bu yerdan kelayotgan suv bu yoqqa keladi. O'chiruvchi o'rnatganmiz. Bir dona kran qo'ygan. Bu yerda filtr qo'yilgan. Dальше bu so'rovchi nasosga ketgan. Nasosdan chiqib dальше aristonlarga и kran rakvinalarga suv ketadi.